To'rtinchi misol. Ma'lum bo'lsa natriy fosfat tuzining eruvchanligi 82 ga teng bo'lsa, natriy ionlarining miqdori 0,6 molga teng. Eritma masalasi aniqlang. Demak, birinchi o'rinda natriy fosfatni dissoz sanab 3 ta natriy plus PO2 dan 3 minus hosil bo'lishini yozib. Endi bizda 0,6 mol bu ion bo'lgan bo'lsa, demak reaksiyaga kirishgani 0,2 mol bo'ladi. Natriy fosfat 23 tasi 69, 95 ko'p bo'lsa 164. Ko'paytirsak 0,2 ga xo'p 8 32,8 ekan. Eruvchanlik berib qo'ygan. Eruvchanlik 100 gram suvda 82 gram eriydi degani. Va 182 gram to'yingan eritma hosil qiladi degan. 32,8 gram bo'lsa, bu yog'i qancha bo'ladi? Bu tomonni e'tibor beradigan bo'lsak, xo'p 32,8 4 marta. 0,4 marta ortyapti ekan. Demak, bu tarafı ham 0,4 marta ortish kerak. Xo'p 182 ni 4 marta ortgizadigan bo'lsak 8. Xo'p 2 7. Bittaga tutsak 72,8 gramli eritma bo'lgan ekan. Demak, to'g'riga A javob bo'ladi.